Zamonaviy tibbiyot ilmini egallashni istaysizmi? Nafaqat kasb, balki kelajakni tanlashga tayyormisiz? Urganch tibbiyot texnikumi sizni yorqin kelajak sari yetaklaydi. Xorazmning markazida joylashgan zamonaviy o'quv maskani Urganch tibbiyot texnikumiga xush kelibsiz. 1986-yildan buyon biz tibbiyot sohasiga bilimli, vatanparvar va fidoyi mutaxassislar tayyorlab kelmoqdamiz. Urganch tibbiyot texnikumi bu imkoniyatlar maskani. Bu yerda siz zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan sinfxonalar, real laboratoriyalar, ilg'or uslubdagi darslar va eng asosiysi, kasbga mehr qo'ygan yuksak malakali ustozlarni topasiz. Texnikumimizda bir necha yo'nalishlar mavjud. Har biri o'zining mashaqqatli, ammo sharafli yo'liga ega. Tibbiy brigada bu jamoa, bu kuch, bu mas'uliyat. Favqulodda holatlarda yordamga birinchi bo'lib yetib boramiz. Siz ham hayotni saqlab qoladigan jamoaning bir bo'lagi bo'lishni istaysizmi? Unda bizga qo'shiling. Mehr, sabr va bilim bu bizning holimiz. Hamshira bu kasb emas, balki yurakdan kelgan xizmatdir. Har bir bemorga xizmat ko'rsatish bu bizning burchimiz. Siz ham biz bilan qoling. To'g'ri tashxis, to'g'ri davolash demak. Biz eng zamonaviy texnologiyalar bilan inson salomatligini tahlil qilamiz. Siz ham tibbiyotda aniqlik va bilim orqali muvaffaqiyatga erishmoqchimisiz? Demak, bu joy siz uchun. Farmatsiya yo'nalishi har bir dori hayotni saqlab qoluvchi imkoniyat. Biz farmatsiya yo'nalishida dori tarkibini o'rganamiz, balki inson hayotini saqlab qolishni o'rganamiz. Agar siz ham sog'liq uchun kurashmoqchi bo'lsangiz, biz bilan bo'ling. Biz har bir daqiqada inson salomatligi uchun kurashamiz. Feldsher bu tezlik, aniqlik va fidoyilik demakdir. Siz ham insonning muhim daqiqalarda yonida bo'luvchi qahramon bo'lishni istaysizmi? Unda bu joy ayni siz uchun. Nazariy bilimlar amaliyot bilan mustahkamlanadi. Talabalarimiz zamonaviy laboratoriyalarda, shifoxonalarda, real tibbiy muhitda tajriba orttirishadi. Bu yerda har mashg'ulot ertangi hayot sinoviga tayyorgarlik. Men Ketibayeva Ayzada 2024-yildan buyon shu markazni bosh hamshirasi lavozimida ishlab kelmoqdaman. Bizning markazimiz Urganch Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi bilan hamkorlikda ishlab kelmoqdamiz. Hozirda texnikum talabalari o'zlarini olgan nazariy bilimlarini bizning markazimizda amaliyotda qo'llab kelmoqdalar. I am Ilham Wahilala, a second-year nursing student. I am doing practical training now, and I satisfied with the technicum and teachers. Мы на практике изучаем, как готовится каждое лекарство. Это очень важно для нашей будущей работы. Urganch tibbiyot texnikumida faoliyat yuritayotgan chet tili kurslari sizga dunyo eshiklarini ochadi. Nemis, ingliz, rus va xitoy tillari. Bizning talabalar Germaniya va Xitoyda o'qish va ishlash imkoniyatlariga ega. Men Urganch tibbiyot texnikumi hamshiralik ishi yo'nalishi talabasiman. Bu yerda o'qish jarayonlari juda qiziqarli. Zamonaviy sharoitlar, bilimdon ustozlar. Bu yerda haqiqiy tibbiyot muhitini his qilasiz. Texnikumimizda bir qancha imkoniyatlar yaratilgan. Bulardan biri bepul chet tili kurslari. Men ayni paytda nemis tili kurslarida qatnashyapman. Kurslarimiz juda samarali o'tadi. Mening orzuyim kursni tugatgach Germaniyaga borib, o'z yo'nalishim bo'yicha ishlash. Agar siz ham o'zingizga ishonsangiz, tibbiyot sohasini chin dildan sevsangiz, bizning katta oilamizga qo'shiling. Texnikum hayoti faqat darslar bilan cheklanib qolmaydi. Bizda sport musobaqalari, madaniy tadbirlar, teatr sahna chiqishlari, ochiq eshiklar kunlari muntazam o'tkaziladi. Bu sizga nafaqat kasbni, balki jamoani his qilish, do'stlar orttirish va o'z ijodiy salohiyatingizni namoyon qilish imkonini beradi. Texnikum bu bilim va hayot uyg'unligi. Har yili o'tkaziladigan mehnat yarmarkasi orqali bitiruvchilarimizning deyarli barchasi ish bilan ta'minlanadi. Bu bizning eng katta yutug'imiz, chunki biz faqat diplom emas, hayot uchun zarur kasbni taqdim etamiz. Texnikumimiz bu nafaqat ta'lim, bu hayotni o'zgartirish yo'li. Bu yerda siz o'z kelajagingizni o'z qo'lingiz bilan yaratishingiz mumkin. Shunday ekan,
Agar siz kelajagingizni inson hayotini saqlashga, tibbiyotga, mehr va mas'uliyatga bag'ishlamoqchi bo'lsangiz, bizning katta oilamizga qo'shiling. Urganch tibbiyot texnikumi bu imkoniyatlar, orzular va yutuqlar boshlanish nuqtasi.